O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 3-yanvar 2025-yilda 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi son qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, mas'ul idoralar va muassasalar uchun 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Shuningdek, mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan bir qator yo'l xaritalari hamda 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhit yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini oshirish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasi, dastur va yo'l xaritalarining ijrosini nazorat qilib borish uchun Bosh prokuratura huzurida respublika idoralararo muvofiqlashtirish ishchi guruhi tuzildi. Endilikda jinoyat sodir etilgan mahallalarda ilmiy tashkilot va ta'lim muassasalari tomonidan ilmiy yondashuvlar asosida o'rganishlar o'tkazilishi belgilandi. Barcha tuman shahar sektor rahbarlariga, Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati boshliqlariga va ichki ishlar organlari boshliqlari o'rinbosarlariga 2025-yilda kriminogen vaziyat og'ir mahallalarda nomma-nom biriktirildi. Mas'ullar faoliyati har oyda ichki ishlar vaziri huzurida, har chorak yaqinda bosh prokuror huzurida va har 6 oyda bosh vazir huzurida tanqidiy muhokama qilishi, har bir mahalla kesimida prezidentga axborot berib borilishi belgilab qo'yildi.